Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatuvchilari. Kanalimizga xush kelibsiz. O'tgan safargi darsligimizni davom ettiramiz. Qosh ko'ylak ko'ylagimizni tikilish jarayonini kuzatamiz. Koketkamizni astarlik va ustki qismlarini bir-biriga birlashtirib, chekkasini chok bilan tikib chiqamiz. Materialim juda ham yumshoq bo'lganligi sababli koketkamga polni filizilin yopishtirib oldim. Siz dublerindan ham foydalanishingiz mumkin. Tikkan choklarimiz yarmoy va burchak shaklida bo'lganligi sababli butun bo'yin aylanamiz bo'ylab chokka yetkazmasdan maydalab kesib chiqamiz. Tayyor bo'lgan koketkamizni akkuratno qilib dazmolladim va tikishda qiynalmaslik uchun atrofini pautinka kley yordamida birlashtirib kleylab oldim. Eng asosiy qismga o'tamiz qizlar. Mana shu joyga qosh chiqarib olishimiz kerak. Materialimga filizilin yopishtirib olganman. Ustidan koketkamizni qo'yamiz va koketkamizni aylanasi bo'ylab chizib olamiz. Ikkala chekkadan ham mana bunday qilib chiziq tortib olishimiz kerak. Bo'yin aylanamizni chekkasini ham chizib olamiz. Ana endi mana shu bo'yin aylanamizning kengligi necha santimetr bo'lgan bo'lsa, o'shancha kenglikda koketkamizni pastdagi yarmoy chizig'i bo'ylab 5 santimetrni o'lchab chizib olamiz. Siz xohlasangiz 4, 3, 2 santimetrga ham qilishingiz mumkin. Mana tayyor bo'ldi. Mana bu kurjavani ozgina qismidan foydalanmoqchiman. Hozirgina chiqargan formamizni chekkasiga kurjavamizni ehtiyot bo'lib tikib chiqamiz. Sizda ingichkaroq kurjava bo'lsa, foydalanishingiz mumkin. Chiqargan shaklimiz yarmoy bo'lganligi uchun oz-ozdan buni ham kesib chiqdim, to'ntarganda shaklini saqlab qolish uchun. Mana dazmollab oldim. Chokimni orqaga qaytarib, tayyor bo'lgan figurani, ya'ni formani koketkamizni ustiga qo'yamiz. Mana qarang. Endi shu formani saqlab qolish uchun oralig'iga yana kley qo'yib yopishtirib olamiz. Koketkamizni tayyor qilib oldik. Endi mana shu qo'yib olgan shaklni chekkasidan chok bilan bostirib qo'yamiz. Mana shu joyni. Bu tikilgandan keyingi ko'rinish qizlar. Ustidan filizilinli orqa koketkamizni birlashtiramiz va ikkinchi tomonidan esa filizilinsiz bo'lagimizni birlashtirib, yelka choklarimiz va bo'yin aylanalarimiz bo'ylab tikib chiqamiz. Tikib to'ntarib dazmollaymiz va koketkamizni razmerga solib olamiz. Oshiqcha joylarini kesib tashlaymiz. Bu jarayon avvalgi koketkali ko'ylaklarda ham ko'p ko'rsatilgan. Kanalimga kirsangiz juda ham qayta-qayta ko'rsatilgan. Razmerga solishni ko'rsatib o'tmadim. Avvaldan etek qismimizni tikib, zborka tayyorlab olgan edim. Zborkali bo'lagimizni oldi tarafini oldiga, orqa etek qismini orqa koketkamizga birlashtirib tikib oldim va chokimni overlock qildim. Overlockdan keyin qarang qizlar. Koketkani chekkasini mana bunday qilib koketka tomonga qaytarib, chokni qo'l choki yordamida ustki tomoniga chokingiz chiqib qolmaydigan, ya'ni yashirin chok bilan mana shunaqa qilib tikib chiqishingiz kerak. Shunda koketkangiz va etek qismingiz shunaqa ham chiroyli turadi. Buni dazmol bilan qila olmaysiz, chunki zborka bor etek qismida. Zborkalarni dazmol bilan bozish mumkin emas. Mana shunday qilib qo'l choki yordamida tikib chiqasiz. Mana bu manekendagi ko'rinishi. Xohlasangiz mana shu berilgan qosh formani, shaklni ichini toshlar bilan bezatishingiz mumkin.
Ayniqsa однотонный materiallardan tikkaningizda judayam chiroyli ko'rinadi. Ko'ylagimizni oxirgi ishi yengimizni qo'shib tikib olish. Bu jarayon ham ko'p ko'rsatilgan qizlar. Bu videorolikdan maqsad shu qosh koketkani qanday tayyorlanishini ko'rsatish edi. Mana bu ko'ylagimizni tayyor holati ko'rishingiz mumkin, o'zingiz baho berishingiz mumkin. Qosh koketka chiqarishda qiynaladigan qizlarimiz uchun oson varianti. Bu koketkani nafaqat yarimoy shaklda, balki burchakroq qilib, burchaksimon qilib chiqarishingiz ham mumkin. Yoki xuddi shu shaklda chiqarib, chekkalariga yarimoy shaklini berib ham chiqarishingiz mumkin. U variantda ham, bu variantda ham juda chiroyli chiqadi. Bezatish mahoratingizga bog'liq. Qizlar, agar bugungi videoroligim sizga foydali bo'lgan bo'lsa, chiroyli bitta layk va kommentariyni sizdan kutaman. Eslatib o'taman, sotuvda onlayn kurslarimiz bor. Yaqindagina ochilgan bolalar kiyimlari kursi bor. Juda ham arzon. Oshib ketmasdan sotib olishga ulgurib qoling. Darsliklar soni ko'paygan sari narxlarimiz oshib boradi. Men esa kelasi videoroliklarda siz bilan ko'rishgungacha xayrlashaman. Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.